Buxoro viloyati Ichki ishlar boshqarmasi hamda Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti xodimlari hamkorligida navbatdagi tezkor tadbir o'tkazildi. Unda qonunga xilof ravishda valyuta qimmatliklarini olish va o'tkazish bilan shug'ullanib kelayotgan shaxsning noqonuniy harakatlariga chek qo'yildi. Xususan, Buxoro shahrida o'tkazilgan tezkor qidiruv tadbiri davomida fuqaro maxsus xaridorga katta miqdordagi xorijiy valyutani pullayotgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Ushbu fuqaro har bir Turkmaniston manatini 3000 so'mdan hisoblab jami 70 000 manatni 210 million so'mga sotishga kelishgan. U Buxoro shahridagi avtomobil yo'l yoqasida kelishilgan pul mablag'larini avtomashina ichida sanab olayotgan vaqtida tezkor xodimlar tomonidan qo'lga olindi. Mazkur holat yuzasidan gumonlanuvchi shaxsga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 177-moddasi 4-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda. Shuningdek, uning boshqa jinoyatlarga aloqadorligini tekshirish yuzasidan dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Valyuta qimmatliklarining noqonuniy aylanmasiga qarshi kurashish borasidagi profilaktik va tezkor tadbirlar hududlar bo'ylab davom ettirilmoqda.